No'ruz ish qilishni o'rgatib qo'ymoqchi. Bu No'ruz ishiga 7 xil purchoq tayyorlaymiz. Bu purchoqlardan bunda oq yapaloq purchoq, no'qut, qora purchoq, qizil, mayli cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin, qizil purchoq, bug'doy. Undan keyin mana o'xshash purchoqqa ma yemin. Yeminning mana foydasi bor. Mush 7 xil purchoq tayyorlaymiz. Buni yilman suvga bir kun yoki bo'lmasa 5-6 soat chilab qo'yamiz. Undan keyin mushundaq go'sht, mayliroq go'sht bo'ldi. Buningda sho'rb tayyorlaymiz, xonimlar. Mana shu ma piyola o'lcham qildim, mush bir piyola. Lekin bu nurg'un odam yetgidek No'ruz ish chiqadi. Agar odam sanoqli oz bo'lsa, 3-4 ta odam bo'lsa, bir siqimdan olsanglar bo'ldi. Bo'lmasa, yarim piyola atrofida qilsizlar, chilg'andan keyin ham chiqlaydi-chu. Mana go'shtimiz qaynab, mana ko'piklari chiqdi. Shu ko'piklarni ap bo'lgandan keyin purchoqni solsak bo'ldi, Shu ko'piklarni pokiz aytgandan keyin purchoqlarni qozonga solamiz. Purchoqlarni hammasini bir qurib oldim. Hozir men bug'doyni soldim. Bug'doyni mana bu purchoqlardan chiqroq qilsizlar. Ob'yema purchoqlarni bir piyola qildim, mani 2,5 piyola qildim, xonimlar. Bug'doyni chiqroq qilsanglar, mana ta'mi shunday yaxshi chiqadi. O'timizni bo'sh qilib, mana shunday bo'sh o't qaynatamiz. O'tni bakishtik bo'lib ketmasin. Bize köpüğü bağıldıcı. Bunun köpüğünü yani işte süzüp evdisizler. Pırcaklarının köpüğü bu. Tuzunu mu ondan tetip alısızlar canım. Peki köpüğü yeni çıkmadı da. Muşlarını yeni karkız alınız hanımlar. Süzük çıkmadı. O No'ruz işine çıraylık çıkmadı. Hemen boş ot kaynadı da. Köpüğünü yani davamlı süzüp evdimiz canım. Mana No'ruz işimiz pişip qapti. Ama qar purchoqni o'rniga boshqa purchoq ishlatsanglar, rengi texnik süzük chiqadi. Men bugun bu purchoqlar bilan qildim. Agar yoqtirgan bo'lsanglar, oilada sinab baqsanglar bo'ldi. Hammalarning No'ruz bayrami muborak.